Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda musulmonlarning dafn ishlariga qo'l tiqib, ularning meyitni dafn qoida va urf-odatlarga asosan uzatishini cheklayotganligi ilgari surildi. Zimiston kishilik huquq to'rining xabarida Sharqi Turkistonda ota-onasi yoki urug' tuqqanlari vafot bo'lgan hozidor musulmon oilalarning meyitni yuyib tarab, o'lchamlik oq kepanni kepanlishi va namozini tushirishi ba'zi cheklimlarga uchirmoqda ekan. Cheklimiga xiloflik qilgan ba'zi musulmonlarning tutqun qilinganligi bildirilgan. Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistonda jinoz namozi va dafn marosimini cheklaganligi Uyg'ur taratqularida xabar qilingan bo'lsa-mu, lekin bu tunji qitim bir chet el to'rining bu masalani tilga ilishidir. Kishilik huquq tashkilotining ilgari surishicha, Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistonda diniy e'tiqodni cheklashi uning Uyg'ur va rayondagi boshqa musulmon millatlarni Xitoy jamiyatiga assimilyatsiya qilish planining bir qismi ekan. Germaniyaning Karlsruhe shahrida qurilgan Tangirtaq g'unchilari ona til maktabi rasmiy o'qish boshladi. Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligi, assimilyatsiya siyosati va maxsus jazo lagerlarini qurib, berayotgan etnik tozalash harakatiga qarshi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida kuchli qarshilik va tirkish vaziyati maydonga chiqmoqda ekan. Ona tilni qo'g'dab qilish va milliy kimligini saqlab qolishga urinish faoliyatlari buning jonliq o'rnaklaridan hisoblanadi ekan. 19 yanvar kuni Germaniyaning Karlsruhe shahrida qurilgan Tangirtaq g'unchilari ona til maktabi tunji soatlik darsini boshlab, Uyg'ur musofirlarga germancha o'rganish, yosh o'smirlarga Uyg'ur ona tilidan dars berish faoliyatini rasmiy yo'l qo'ygan. Sharq Turkiston yig'ilish lagerlarida tutqunlarga noma'lum o'kil urush, dora yoki suyuqlik ichirayotganligi doir uchurlar kishilik huquq tashkilotining diqqat nuqtasiga aylanishga boshlagan. Qozog'istondagi Ot-yurt kishilik huquq tashkilotining mas'uli Serjan yig'ilish lagerlarida noma'lum dori ishlatganligi, hatto dori tajriba qilinganligiga doir yuzlarcha delil to'plaganligini bildirgan. Bu tashkilot Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkiston lagerlarida tutqunlarga noma'lum dori, suyuqlik ichirganligini ilgari surgan tunji tashkilot bo'lib, bu masala haqida delil to'plaganligini e'lon qilgan tunji tashkilotdir. Xitoy kommunistlarining noma'lum dori ichirganligini lagerlarda yetib chiqqan Ömerbek, Ruqiya Farhod, Abdusalam, Mehrgul Tursun, Gulbar Jelolova va Falun Gongchilar qatorliq tutqunlar o'ttirg'i qo'ygan bo'lib, majburiy o'kil urush, dori berib ayollarda xomushlik paydo qilib, nerv sistemasi va sezimining qalaymaqonlashishi, yezning kesilishi qatorliq alomatlarni keltirib chiqardi ekan. Qarallik dori ichirilgandan keyin ularning qini tekshirilganligi, ularning tajriba bo'yimi o'rinda qo'llanganligi bildirilgan. Bu masala taratqularning diqqatini qo'zg'ashga boshlagan. 23 yanvar Pokiston havo armiyasining F-7PJ tipli urush aeroplani hodisiga uchrab, uçquchisi qazo qilgan. Mazkur aeroplanni Xitoyning Chongqing aeroplan ishlab chiqarish sanoat shirkati sobiq Sovet ittifoqining MiG-21 tip aeroplandan o'rnak olib ishlab chiqarib, Pokistonga sotgan. Lekin bu aeroplanning uchish ahvoli o'ngishli bo'lmay, davomli masala ko'rilgan. Pokiston kundalik vaqt gazetining xabarida mazkur aeroplan Mastong noyasida normal mashq vazifasini o'tash jarayonida voqeaga uchrab uçquchisi qazo qildi deyilgan. Shundaqla 2018 yil iyulda o'xshash tipdagi aeroplan qo'nish jarayonida texnik xato sababli voqea yuz berib, ikki uçquchisi qazo qilgan deb ta'kidladi. Pokiston havo armiyasi F-7PJ tipli urush aeroplanini 2002 yildan boshlab qo'llangan bo'lib, hozirgacha 17 yil ichida jami 13 aeroplan texnik xatosi sababdan voqeaga uchirgan. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoy boshqalarning texnikasini o'g'irlab, saxta materiallarni ishlatganligi uchun izchil qarshilik ko'rilib kelgan.